Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun men sizlarga o'zbek xalqining buyuk ma'rifatparvari, yozuvchi, shoir, olim va jadidchilik harakatining yirik vakili Abdurauf Fitrat haqida so'zlab bermoqchiman. Abdurauf Fitrat 1886-yilda qadimiy Buxoro shahrida tavallud topgan. U yoshligidan bilimga chanqoq, zukko bola bo'lgan. Fitrat Turkiyada tahsil olib, u yerda ilg'or g'oyalar bilan tanishadi. Ana shu ta'sir ostida u millatni uyg'otish, xalqni ilm-ma'rifatga chorlash yo'lini tanlaydi. Fitrat o'zbek adabiyoti, tili va madaniyatining rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. U tarixchi, filolog, tarjimon, yozuvchi, dramaturg va shoir sifatida ko'plab asarlar yaratgan. Eng muhimi, u 1926-yilda birinchi o'zbek professori unvoniga sazovor bo'lgan. Turkiyadagi yosh turklar harakatidan ilhomlanib, Fitrat Buxoroda yosh buxoroliklar partiyasini tashkil etadi va xalqni ozodlikka, erkin fikrlashga chorlaydi. U do'sti Munzim bilan birgalikda 1922-yilda 70 nafar buxorolik yoshlarni Germaniyaga o'qishga yuborib, xalq kelajagi uchun fidokorona xizmat qilgan. Afsuski, Fitrat o'zining ma'rifatparvarlik faoliyati sabab siyosiy ta'qiblarga uchradi va 1938-yil 4-oktyabrda Toshkentda qatl etildi. Biroq uning nomi, asarlari va ezgu orzulari xalq qalbidan o'chmaydi. Abdurauf Fitrat bizga bilim, erkin fikr va vatanparvarlikning asl ma'nosini o'rgatgan buyuk inson edi. Uning hayoti biz uchun ibrat, g'oyalari esa kelajak sari yo'lchi yulduz bo'lib qoladi.